Salom sabastadigan blaster olmancha bugungi videoda prinsessaning shartini bajarishga harakat qilamiz. Prinsessa shartini esa mana bu yerda eshitib olsangiz bo'ladi. Minecraftda survivalda cheatlardan, setlardan foydalanmasdan creeperni qayerga o'tkazib berishingiz kerak bo'ladi. Shartni ko'rdinglar, endi shuni bajarishga harakat qilamiz. Buni har doimgidek tezlashtirib kadrga qo'yasiz, chunki sizlar zerikib qolishingiz mumkin. Bu shart men uchun juda ham oson tuyulgandi, lekin birikdan mob menga xalaqit qildi. Buni esa video davomida bilib olasizlar. Perfect. Va nihoyat men mana shu tog'ning ustida bitta creeper ko'rib qoldim. Keyin esa uni o'ldirishga borayotganimda oldimda yana bitta creeper va endi olib borayotganda bu yerda zombi xalaqit berdi. Bu zombini ham darrov yo'q qildim. Lekin bu yerda yana bitta narsa xalaqit berdi. Bu skelet edi. Keyin esa men boshqa yo'ldan o'tib boshqa creeper qilishga endi ketayotganimda hamma moblarni o'ldirayotgan edim va bu yerdan mening jonimni ko'rishingiz mumkin. Juda ham kam qolgan, shuning uchun qochdim. Bu yerda yana bitta creeper ko'rdim. Shuning uchun bir joyga o'tdim, shunaqa bo'jaga o'tdim. Bu yer tinch edi va hech nima yo'q edi. Jonim to'ldirib bo'lib esa, men yana bunga ketdim. Nima edi, короче. Creeperni qayoqqa o'tirishga ketdim. Shurada ko'rishingiz mumkin, mana kelyapti. Men qayiqni oldinda bu yerga qo'ydim. Creeper o'tirdi, lekin orqasidan zombi ham o'tirdi. Bu creeperni bitta o'zini men rasmga olmoqchi edim, chunki prinsessaga tashlashimiz kerak. Mana buni o'ldirib hozir 6 sekundga. Bo'ldi, shuni bittasini rasmga tushirmoqchi edim, lekin mana bu zombi o'ldiraman deb, mana bu creeper ham portlab ketdi. Keyin esa bu zombi o'tiraverdi, men tashlab ketdim. Battar bo'ldi deb. Keyin esa men boyagi tog'ning ustidagi creeperni qidira boshladim va u shu yerda ekan. Mana turib ko'ringlarmi? Darrov kelyapti. Va men mana bu yerga keldim va kelayotganda bu yerga qayiqni va qo'ydim. Qo'ygandan keyin esa u o'tirdi. Yaxshi. Obunachilar shart bajarildi. Sizlar ham shartingizni yozib qoldiring. Men esa buni screenshot edib prinsessaga tashlayman, короче. Hammaga xayr. Sizlar bilan plaser bo'ldik. Sizlar ham shart yozib qoldiringlar.